Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan biz Instagramga tekinga nakrutka urishni o'rganamiz. Uni videoni boshladik. Google'ga kiramiz. Bu yerda takipsi time deb yozamiz. Va bu yerdan birinchi chiqqan saytga kirib olamiz. Siz kirib o'tirishingiz shart emas. Men bu saytni silkasini kommentda va video описаниесida qoldiraman. Takipsi time deb qo'yib, bu yerga fake accountingizni kiritasiz. Men hozir fake accountimni kiritaman. Kiritganimda bir minut pauza qilib turaman. Qani. Mana men fake accountimni kiritib oldim. Endi bu yerdan pastgaroqqa tushib, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Takisi gondor o'shani ustiga bosamiz. Pastgaroqqa tushib, bu yerga usernamga o'zingizning nakrutka urmoqchi bo'lgan accountingizni yozib olasiz. Lekin bunga fake accountingizni kiritasiz va bu yerda tepada mana shu подписчик followers turgan joyga necha turgan bo'lsa, pastga shuni yozamiz. Va startni bosamiz. Endi kutib turamiz, mana vaqt tugaguncha. Tonggacha men pauza qilib turaman. Bu saytdan yana bitta gap esdan chiqibdi. Bu saytdan shu yozgan 175 ta obunachimiz hammasi ham kelmaydi. Kelsa 20 ta keladi. Har xil kelishi mumkin. Menda hozir 3000 ta obunachim bor. Hozir nechta kelganini ko'ramiz sizlar bilan. Videoni pauza qilib turaman deganlar. Va biz pauzadan keyin qaytib keldik. Mana 5, 4 mana setting bo'lib turibdi. 5, 2, 1 bo'ldi. Bu jo'natildi dedi. Mana jo'natildi degan yozuv chiqdi. Endi chiqib ketamiz. Instagramga kirib nechta kelganini ko'ramiz. Hali ko'p chiqadi. Bunaqa nakrutka bitta emas, hali ancha chiqaraman. Men ko'p nakrutka urishni va nakrutka uradigan saytlarni bilaman. Hammasini video qilib chiqarib beraman sizlarga hozir. Mana shu rekorder ilovasidan foydalanayotganim uchun sal telefonim qotib ishlayapti. Endi kutib turamiz. Yurakcha qizil bo'lib, podpiska kelishni boshlaydi. Mana qizardi. Hozir nechta kelganini ko'ramiz. 38 ta keldi. Aytganimdek, hammasi ham kelmaydi degandim. 38 ta keldi. 38 ta keldi hozir. Endi ko'ramiz. Ko'ramiz hozir 3000 ta obunachim bor edi o'zimda. Accountimda hozir bitta peretakni qilamiz, yangilashib beramiz. Yangilash berdik va 34 ta bo'lib qoldi. Bu keldi. Mana video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang jigarlar. Men hali ko'p nakrutka urishlarni sizlarga o'rgatib o'taman. Bu 3000 nakrutkalarni hali 4-5 ta videoyimda chiqaraman. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.